Исхаков фамилияңыз, Дамир Исхаков. Бик шатмын сезне күрүгә. Менә шушы безнең курултай хакында фикерләрегез белән уртаклашагыз, рәхмәт теңне белдерәсез сезгә шунысы. Курултай бит бултыра җыелган халыктан. Әйе. Менә халык инде безнең курултайда шундай. Әйе. Үз җае белән бара. Әйе. Мен уйлыйм бик яңа әйберләр булмас дип. Әйе. Сөйләгез. Юк, булды тагын сезгә. Сез элекке курултайларда катнаштыңызмы? Барысында катнаштым, башынан ахырына кадәр. Беренчесеннән башлап, алдагыларына барысында катнаштым. Беренчесенә генә эләктем. Үзгәрешләр нинди күзгә ташлана? Үзгәрешләр замана үзгәргән саен курултайлар да үзгәрәләр. Әйе. Заманалар, лидерлар үзгәрү белән хәзер инде бер эш төрле үзгәреш булды. Менә ишенчесендә без хәзер яшибез. Заманалар бик нык үзгәрде. Баштагы 90 еллардагы вакыйгалар белән чагыштырганда хәзер бит демократия кысылган. Шуңа күрә халык та үзен тота. Дамир әфәнде, сез çok Türkiye'de musafir oldunuz. Türk dilinde Türk kardeşlerimize, kardeşlerimizge isteklerinizi söyleyiniz. Hangi istekleriniz var bizim Türk kardeşlerimize? Türk kardeşlerine Kazan'dan selamlar aytamiz. Türk dilinde mi? Türk dilinde bek makamal bilmiyorum. Lütfen Türk dilinde. Bileşler anlarlar. Yarı Tatarca aytınız. Türkler bizning bilan ko'pdangi tuganlar. Alarni shunga ko'ra yaratamiz. İstanbul'da da bularga yaratamiz.
Tarixçiler bilen bek aralashamiz elegelikten. Bizning o'rtaq tarixi bek zo'r. Hatta Osmanlı imperiyasidan negiz salgan Osman hamaning aruvi. Meni fikr bo'yicha ular qipshaqlar, o'g'iz tugul. Ayya. Ham ular chiqqanlar bizning Qora dengiz bo'yidagi dalalardan. Ayya. Ham hatta shunday fikr bor men boshda hozir men yozdimda. O Şıngiz Xonning qabilasi bilan tug'andosh qabila bo'lgan. Ayya. Qay qabilasi. Shunga bizning burungi tug'anlik bor, ana saqlarga ham o'stirga kerak. Turkiya bilan munosabatlar tatarlar aslında naq bo'lgan deyish, meni fikrimcha. Bir Türk yigiti menga aytgani, ol demina sizda Tatarstanda saqlıylar de, şol tarixiy haykallarni bizda qizg'anishga qarshi anday ko'rinmaydi. Siz nima fikrda mana? Turkiyada haykallar bek ko'p. Men aytmasam, tege bek tashartira deb Turkiyada belki arxeologiya tasharaq o'sganda. Bunday haykallar bor. Ayya, arxeologik haykallar. Mana ularning tege borisida ko'rsatib berganlar, chunki Turkiya u yoqdan turli yatkanlarga big boy edi. Ayya. Unda borisida Vizantiyskiy перевод. Yillar ishlarga kerak. Hamma muzeylar bek yaxshi. Ko'psida bo'lganim bor. Masalan, Anatoliya madaniyati muzeyi, O'zbek aybat muzeyi. Qo'yib anda ishletilgan ishlar bor deb o'ylayman. Bu yoqdan Turkiyada o'chirtilar. Mana hozir turli fikrda yuriylar, biz tatarlar aytadilar, endi tatar tili bitashak, chunki shunday qatlovli mezgil keldi. Kimdir aytadi, tuzib chiqirmiz tatar xalqi asrlar davrida tuzdi, onlar o'sha aytmishlar, не такое еще переживали. Siz nindi mana shu qarashingiz nindi fikrda shu haqda? Tilni saqlab yog'an situatsiya nachar hozir ham sindirsa kerak. Endi mening kamil ravishda tatarcha söylashuvchilar Tatardan bir işten birine teşkil eder. Bir 60% tilleri tegeyeki bu derecede bile. Ama Rus tiline koşuşçular da büyük bu kazanışa karşı. Men o'ylayman bizning millat bek uzun yo'l o'tgan, 1000 yildan ortiq tariximiz bor. Andi millat bulaygina bitmay. Avur shartlarni o'zimizda yangidan keri qaytarib deb o'ylayman. Nali chiqib qaytdilar. Anda valli xalqlari, katalonlar bizda shunday ishlarni ishlasak, alga taba tajribani olib. Bu vaqtda mumkin bizga situatsiya yaxshi turadi. Dönür efendim, men o'ylab turam, ilk tatar avuli tilimizni saqlab qolgan Sovetlar Soyuzi shirында. Hozir endi narsaga tayanirga tegish endi biz. Umidimiz narsada bo'larga tegish. Tatar avullar bitib boradi. Ayya. Yevropa tajribasida qaragan vaqtda avul xo'jalik bilan shug'ullanan ular oldingi yillarda 4-5%. Ayya. Bizning avullarda bugun bir 30% tatar bor. Ayya. Onun o sınavdan negiz, bizga hozir ilanlar kerak shahar shartlarida yashab, shunda tilni saqlarga. Bu yangi bir ko'rinish bizning millat uchun. Agarda ilansak, shu yangi turmushda u vaqtda tilni saqlab qolish mumkinligi bor deb o'ylayman. Avullarga nashriyatlar kerak deb. Avul tege elektrikcha avullar bo'lmayapti. Endi siz mana hozir kitoblar yozasizmi? Yozaman. Yozasizmi? Kelajakda tege o'rgatmish planlarda narsa to'g'risida siz fikringiz? Benim istaldiğimda turan kitapның birisi 100 yıl içinde Tatar demografiyası. Ayya. Şu hesaplarında prognozda bulacak. Ayya. Dağı bir kitabım var, işlep bitkinden sonra çıkarıp vereyim. Tatar dastanlarında milli tarih diyen. Ayya. Hali oldağı planlarda isen bulsak dağı var. Mana nindi xayr fatihasiz bo'la yoshlarga, tatar yoshlarına sizin? Yoshlar o'zlarining buyuk millat vakili ekanligini antirg'a tiyishtilar. Millionlik shaytirga tarixni o'qirga kerak. Babalarning kim bo'lganlarini yaxshi anglasak, bizning yoshlar g'urur bo'lacaklar ham tatarlikni saqlay olacaklar. Bek zo'r rahmat sizga. Alloh taolo sizga salomatlik, baxt, uzun umr bersin. Sog' bo'linglar. Rahmat sizga. G'abtil Bari Davlat Garayev.